Assalomu alaykum. Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizda xususiy bog'changiz bor yoki bog'cha ochmoqchisiz. Bu video ayni paytda o'zini xususiy bog'chalari bor, o'nlab xodimlar va bolalar bilan ishlayotgan, lekin kassa aylanmasi katta bo'lsa ham oy oxirida toza foyda topilmayotgan haqiqiy bog'cha rahbarlari uchun maxsus yozildi. Men yaqinda bir nechta bog'cha rahbarlari bilan uchrashdim, suhbatlashdim. Ularda bir qiziq statistikaga guvoh bo'ldim. Diqqat bilan eshiting. Bitta tadbirkor opamiz 90 ta bola sig'adigan katta bino uchun oyiga $2000 ijara va arenda to'laydi. Lekin bog'chada bor yo'g'i 45 ta bola bor, ya'ni 50% to'lgan. Yana boshqa bir ishlab turgan bog'chamiz esa 45 ta bolasi uchun naq 21 ta xodim ishlayapti. O'ylab ko'ring, har 2 ta bolaga bitta xodim oylik olyapti. Sizningcha bu biznesmi? Yo'q albatta. Bu shunchaki o'zingiz uchun ochib olingan eng qiyin va asabiy ish joyi deb hisoblanadi. Men Aslbek Ubaydullayev, amaliyotchi tadbirkorman. 8 yil ichida 8 ta bog'cha ochdim va ularni soatdek ishlaydigan tizimga soldim deb hisoblayman. Bugun men sizga quruq nazariyalarni aytib berish uchun emas, tajribalarim va xatolarim asosida misqollab yig'ilgan bilimlarimni ulashmoqchiman. Hozir men sizga ishlab turgan bog'changiz nega sizga kutilayotgan foydani bermayotganini, qayerda pul yo'qotayotganingizni va uni qanday to'g'rilash mumkinligi haqidagi dasturimni tayyor jadval asosida ko'rsatib beraman. Qani ekranga qaraymiz. Birinchi va eng qonli muammo operatsion qullik. Menga bir mijoz Aslbek aka shu bog'chamni tizim qilib beradigan bitta xodim topsam, 10 million so'm oylik berishga ham tayyorman dedi. Lekin muammo xodimda emas, muammo mexanizmdadir. Agar siz ertalab ishga bormasangiz, bog'changizda bardak boshlanadimi? Ya'ni oziq-ovqat xaridi, ota-onalar bilan gaplashish, hammasi sizning bo'yningizdami? Mana mening notebookimdagi ekrandagi sahifaga e'tibor bering. Bu bizning avtomatlashtirilgan boshqaruv faylimiz. Bizda mudira, tarbiyachi, hatto qorovulning ham shunday yo'riqnomasi bor. Ular men bormasam ham bugun nima ish qiladi, kuniga, haftalik, oylik qiladigan ishlar daqiqasigacha yozilgan. Buning nomi yo'riqnoma. Yo'riqnoma bu ishga kechikib kelgan tarbiyachining rahbarning baqirishiga emas, balki tarbiyachining o'zi shu qog'ozdagi qoidalarni buzgani uchun oyligidan avtomatik jarima ushlashini bilib jim ishlashidir. Shunda rahbar yomon ko'rinmaydi, tizim ishlaydi. Tizim degani bu rahbarning biznesdan chiqib tepadan nazorat qila olishi degani. Aks holda siz bir umr qul bo'lib qolasiz. Tadbirkorlar yo'l qo'yadigan ikkinchi eng katta halokatli xatolardan biri. Internetda ko'radi, tizimlashtirishim kerak deydi va qandaydir dasturlarni, ya'ni boshqa bog'chalar ishlatib kelayotgan zo'r ishlayapti deb maqtalgan tizimni, ya'ni mobilniy app deymiz, programmani oladi va u dasturni o'zini bog'chasiga qo'llamoqchi bo'ladi. Va buni qo'llashni boshlaydi. Men aniq biladiganim 3 kun, bir hafta, 10 kunga ham bu tizim bormaydi. Sababi bu tizimni yuritadigan xodimlarning darajasi va u tizimning darajasi ikki xil. Ya'ni 1-sinf va 5-sinf darajasida farq qiladi. Va bu dasturda harakat qiladi, majburlab xodimlarni urishadi, nimaga qilmayapsan deb urishadi, lekin bu yurmaydi. Sababi xodimlar bu darajaga chiqishidan oldin bu tizim aslida qog'ozda, Excelda bo'lishi kerak. Va tizim qog'ozda, Excelda yurgandan keyin esa u bemalol avtomatizatsiya, ya'ni qandaydir mukammal dasturga o'tib, korxonasini tizimlashtirish mumkin. Yechim nima? Bunda sizni tizimingizni ishlatmayotgan xodimlar ishdan bo'shatish emas, ularni bilimini oshirish, ya'ni siz uni qandaydir kurslarga borishingiz yoki korxonangizga o'sha soha bo'yicha biladigan mutaxassis chaqirib birgalikda o'zingizni holatingizdan keyingi ikkinchi qadamga o'tadigan tizimlashtirishni birga amalga oshirishingiz yechim deb bilaman. Uchinchi muammo bu yozda bola ko'payib, qishda kamayib, ya'ni daromadingiz pasayib ketishi. Buni men kuzatgan ma'lum bir sabablari bor. Birinchisi, bu odatda men kuzatgan bog'chalarda uni ovqatlanadigan joyi, ya'ni bolalar ovqatlanishga yopiq hudud, ya'ni o'zini guruhidan tashqari bo'lgan hududga chiqishi. Ya'ni bola qishda issiqqina xonada o'tiradi, keyingi xonaga, oshxonaga o'tganicha kurtka kiyadi, shapkasini kiyadi, ba'zi bir joyda zamok yopilmagan holda keyingi xonaga o'tib borib keladi. Va bunda issiq sovuq bo'lishi oqibatida bolalar betob bo'lishni boshlaydi. Va kasallanish ko'paygandan keyin bog'chada tartibi bilan bolalar ketma-ket ravishda kasal bo'lib davomat tushib ketadi va sizda qamrov kamayib boradi. Ikkinchi muammo bunda odatda ota-onalarni bemor bo'lgan bolalarni
olib borishi bog'chaga va bunda bog'chalarda hamshiralar yoki boshqaruvchilari mayli kelaversin deb kasallangan bolani sog'lom bolalarga qo'shib yuborishi oqibatida ikkinchi ya'ni kasallanish ko'payadi va xuddi shu oqibatdan davomat tushib ketishi mumkin bo'ladi. Buni yechimi esa bizda aniq kuzatilgani, ya'ni oshxona ovqatlanadigan hududi bog'chani yopiq hududini egallab olishi bu birinchi yechim bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi yechimi siz kasallangan bolalarni kirgizmasligingiz kerak. Shaxsan o'zimni shaxsiy tajribamda bog'chamizda bo'lgan holat, o'zimni farzandim ham bog'chada juda ko'p kasal bo'lgan, bormagan va ishxonaga o'zim hamshirani oldiga olib kelib o'zim ishimni qilganman. Keyin undan keyin qarasam, hamshiram bizni farzandimizga yaxshi qaryapti. Undan keyin nima qildim? Ikkita hamshirani oldim va ularni maktabga tayyorlov bo'yicha bilimini oshirdim, o'rgatdim va ularni tarbiyachi va tarbiyachi yordamchi qilib ularga yasirning, ya'ni kichkina guruh ochib berdim. Shunda nima yuzaga keldi? Biz har doim bola kasal bo'lgandan keyin davolanishga o'rganib qolganmiz. Ya'ni O'zbekistonda odatda shunaqa bo'ladi. Lekin hamshiralarni tarbiyachi va tarbiyachi yordamchi qilganda ular kasallikni oldini olishni bizga ko'rsatdi. Ya'ni bolalar kasallik alomatlari kichik detallari aniq bo'lganda hamshiralarimiz, ya'ni hozirgi kundagi tarbiyachilarimiz ularni o'zini, ya'ni oldini olish mumkin bo'lgan nima deydi, dori vositalaridan foydalanib, ularni kasalligini oldini olishga harakat qildi va uyda kerak bo'lsa vrachga o'xshab ota-onaga tavsiya berishni boshladi. Ya'ni farzandingiz ozgina yo'talyapti, sovuq suv bermang, shirinlik bermang kabi ko'p ma'lumotlar berishni boshladi. Buni oqibatida bizda hamma bog'chada men hayron qolaman, qishda bolalar kamayib ketadi. Bizni odatdagi ma'lum o'sha hamshiramiz bor bog'chamizda bunaqa muammolar yuzaga kelmaydi. Ya'ni davomat bizda har doim bir xil bo'lishiga harakat qilamiz. Sizga mana shu 3 ta yechimni qilishingizni maslahat bergan bo'lardim. Hurmatli tadbirkorlar, hozir men noutbukimda ko'rsatgan bu tizim shunchaki jadval emas. Bu mening 8 yil mehnatim, asablarim, yo'qotgan pullarim evaziga kelgan oltin instrument hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, xatolar shunday sizga ko'rinib turadi. Endi sizda ikkita yo'l bor. Birinchisi, bu videoni yopib, hammasini o'zingiz noldan sinab ko'rish, ya'ni o'zim qilaman deb o'ylab vaqt yo'qotish va asab buzilishi, havoga minglab dollarlarni kuydirib davom ettirish. Ikkinchisi esa bu muammoni chek qo'yib, tayyor tizimni xuddi fleshka kabi o'z bog'changizga ko'chirib o'tkazish. Agar siz bog'changizda qayerdadir pul oqib ketayotganini aniq ko'rmoqchi bo'lsangiz, ya'ni qayerda pul yo'qotayotganini bilmoqchi bo'lsangiz, men sizga ikki xil hamkorlik formatini taklif qilaman. Birinchi format bu biznes audit, konsultatsiya va shaxsan o'zim bog'changizga boraman, bog'chani ko'rib, tekshirib, barcha hujjatlaringizni, xodimlaringizni ishlashini va moliyangizni xuddi rentgen kabi skaner qilib, o'tkazib, muammoni qidirib topamiz va unga o'sha joyning o'zida muammolarning yechimini taklif qilaman. Kerak bo'lsa, jamoangiz ham ular bilan birgalikda master class o'tib, ularning muammosiga yechim taklif qilishim mumkin. Ikkinchi format ham bor. Bu VIP natija. Agar siz Aslbek aka faqatgina xatoni aytib bermang, o'zingiz kelib shu tizimni bog'chamni noldan birgalikda qurishga yordam bering, men bu botqoqlikdan chiqaring deydigan bo'lsangiz, men sizga 5 oy davomida yakka tartibda o'zim o'rgatib, maslahat berib boraman. Bunda hamma ishlarni joriy qilishda, agar muhim kadrlarni suhbatdan o'tkazish bo'lishi mumkin, ishga olish, ularga natijani bo'yniga qo'yib talab qilish kerak bo'lsa, ularning barchasini ketma-ket ravishda o'rgataman. Agar siz 5 oy davomida men aytgan hamma tizimlarni birgalikda aytganimda joriy qiladigan bo'lsangiz va sizda natija bo'lmaydigan bo'lsa, siz 5 oylik qilgan xarajatingizni 100% qaytarib berish kafolatini olaman. Chunki bu narsa, ya'ni noldan birga olib chiqish deb aytadigan bo'lsak, juda ko'p bog'chalarni o'zimda ishlagan va sizda ham ishlashiga ishonchim komil. Agarda bu sizda bo'lmaydigan bo'lsa, men siz qilgan xarajat 100% pulingizni qaytarib beraman. Men jismonan hamma proyektlarni, ya'ni bog'chalarga bora olmasligim sababi VIP formatiga faqatgina 3 kishini ola olishim mumkin xolos. Tayyor biznesingizni qutqarib, haqiqiy daromadga chiqishga tayyormisiz? Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va o'zimni Instagram profilimga o'tib, direktdan audio so'zini yozib qoldiradigan bo'lsangiz, jamoamiz a'zolari sizga aloqaga chiqishadi. Ko'rishguncha.